chiqadi deymiz. Toshkent shahrida nogironligi bo'lgan shaxslarda eng katta duch kelayotgan muammo bu to'siqsiz muhitni yaratilmaganligi. Chunki to'siqsiz muhit nogironligi bo'lgan shaxslarga yaratilmasa, ushbu shaxslar o'zlarini qolgan huquqlarini, barcha huquqlarini amalga oshira olmaydi. Misol uchun, nogironligi bor shaxsda mehnat huquqi bor. Lekin bu uydan ikkinchi qavatda turadimi, uchinchi qavatdan uydan pastga tushib avtobus bekatiga bora olmasa, demak avtobusga o'tira olmasa, demak u ishxonaga bora olmaydi. Bundan kelib chiqyapti, bu o'zini mehnat huquqini ham amalga oshira olmaydi. Endi men fuqaro sifatida aytmoqchimanki, men o'zim 4-etajda yashab kelyapman. 4-etajdan tushib chiqishimga juda menga qiyin. Qiyin bo'lgandan keyin qanaqa qo'ltiq tayoqda chiqaman, qo'ltiq tayoqda tushaman. Uzoq joylarga, misol uchun harakatni ko'proq joylarda bo'ladigan bo'lsa, shu kalaskam bilan foydalanishga harakatdaman. Lekin kalaskamni tashlab ketadigan joyi ham muammo. Podyezdga olib kirishga, podyezimizda hech qanaqa pandus yo'q, sharoit yo'q. Shu kalaskani podyez ichiga, panjaraning ichiga qulflanib qo'yiladi. Keyin yana uni olib chiqishga pandus bo'lmagani uchun uni olib chiqishga juda qiyin bo'lyapti. Unga ham menga kimdir yordam berish kerak bo'ladi. O'shanda iltimos qilishga kimni iltimos qilaman? Mabodo yonimda o'zim yaqin insonlarim bo'lmasa, shoshilinch ish bo'ladigan bo'lsa, chiqib ketishimga shu nima deydi, begona insonlarni yordamga chaqirishga majbur bo'laman. Они находятся в заключении. Bular sud qilmasdan anga qizga oldikda. Sababi 4-etajdan chiqqandan keyin tusholmaydi. Kimdan iltimos qilish kerak, menga non olib kelgin, choy olib kelgin, qarajatman. U tushsa, atigi bir marta chiqib tushishi mumkin. Kuchi ham yetmaydi, xohishi ham yetmaydi. Tushundingizmi? Ular nima? Bu hayotdan kesilgan. Hayotni kompyuter va televizor orqali ko'rishadi. O'zini ehtiyojini hal qiladi. O'qishga hal qiladi, yo ish bilan ta'minlanadi, yo sport bilan shug'ullanadi. Sizga yozdim, qo'shingiz javob. Yaxshimi dedi? Ana Toshkent shahrida 2400 ta avtobus bekatlari bor. Lekin bugungi kunda birorta avtobus bekati nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirilmagan. Ularning harakatlariga moslashtirilmagan. 2018-yilda prezident qaror chiqardiki, Toshkent shahrida nogironlarga moslashtirilmagan avtobuslarda jamoat transportini sotib olish man etiladi. 18-yildan shu kungacha juda ko'p avtobuslar olindi. U avtobuslar to'g'ri nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirilgan. Har bir avtobusda pandus deymiz, yo'lakcha bor. Har bir avtobusda mikrofon bor. Mikrofonda ular avtobusni bekatini ovoza qilish kerak. U kimga kerak? U ko'zi ojiz odamlarga kerak. Chunki ular ko'ra olmaydi qaysi bekatga kelganini. Avtobuslarda tablo bor ichida. Tabloda bekatni nomi yozilishi kerak. Qaysi bekatga ketayotganimizni. Bular hammasi o'rnatilgan, lekin haydovchilar shu narsaga rioya qilishmaydi. Mikrofonlarda, avtobus bekatlarida ovoza qilishmaydi. Tabloda
avtobus ichidagi tabloda bekatni nomi yozilmaydi. Panduslarga keladigan bo'lsa, hattoki bir xil ba'zi bir haydovchilar u nimaligini ham bilmaydi. Qanday undan foydalanishni ham bilmaydi. Ko'pincha o'sha pandus, avtobusdagi pandusni ular bunday qilib ochadi. Aslida ular bordurga qarab ochish kerak edi. Bordur degani ostanovkani borduriga pandus qo'yiladi. Nogironligi bo'lgan shaxs bemalol kirish kerak. Uni orqasidan tortib kirish kerak emas. U bemalol kirish uchun ular pandusni yerga emas, bordurga qarab ochish kerak. Ular o'shani ham bilmaydi. Avtobus bekatiga bordim. Avtobus bekatiga borganimdan keyin avtobusga chiqaman deganimda 106 ga avtobusga chiqaman deganimda 106 avtobus shofyori pandusni tushirib berishga tushirib berdi, lekin avtobusni podushkasini tushirib bermadi. Podushkasini tushirganda bu pandus pastroq bo'ladi. Pastroq bo'lganda u chiqishga osonroq bo'ladi. Lekin u ish qilib bermadi. Qilib bermagandan keyin endi sal shu holat bo'ldi. Shu aravachaga o'tirgan nogironlik bo'lgan shaxslar qanaqa holatga tushib qolishayotganini o'zim his qildim. His qildim, juda achinarli holat bo'lar ekan. Haligi nima deydi? Sizga bechora odamga qaragandek qilib qaraganda inson. Xuddi aytganda uyda o'tiravermaysanmi? Nima bor senga ko'chada degan maqsadda bo'ldi-da bu gap. Keyin endi odam gapirmadi, lekin holati shu bo'ldi-da. Holat shunaqaga tushgan. Endi keyin mana shu keyingi avtobus kelgandan keyin 34 ga o'tirishga majbur bo'ldim. Ipodromga kelgandan keyin shu ipodromga kirish, bozorlarni aylanib chiqish, u ham o'zingiz bilasiz qanaqa holat, juda nima oson emas. Endi aylanib chiqqandan keyin uyga qaytishga endi boshqa avtobusga o'tirganda endi bu boshqa avtobus boshqa muomalada bo'ldi. Juda yaxshi muomalada bo'ldi. Konduktor kirib kelib birpasda anaqasini pandusini ochib berdi. Pandusini ochib berganda ham o'zi harakat qildi yordam berishga, kirib ketishga. Kirib ketgandan keyin shu bizga moslashgan joyga, plashadkaga qo'yib berdi. Qo'yib berdi, qo'ygandan keyin bemalol uyga yetib keldim. Lekin shunaqa bo'ladiki, bizga moslashgan plashadkani insonlar, aholi, yo'lovchilar egallab olishganda, endi o'zini narsasini qo'ygan nima qilgan, endi kalaskani qo'yishga qulay bo'lmagan. Endi kalaskani qulay bo'lmaganmi, endi o'zimni nima deydi, страховка qilish uchun ba'zi joylarni ushlab o'tirganman. Bu yerda onam ushlab o'tirganlar, turganlar kalaskan u yoqqa bu yoqqa ketib qolmasligi uchun. Odamlar shu parvo qilishmaganda, shu nogironlik bo'lgan shaxsga moslashgan joy deb uni nima qilishmagan, bo'shatib berishmagan. Shu mana shunaqa holatlar bo'lgan. Bu degani biz bularni kamsitamiz. O'shani kamsitishi konstitutsiyamiz aytadiki, biz huquqlarimiz bir xil. Sizni huquqingiz ham, mening huquqim ham bir xil. Konstitutsiya bu. Lekin bizani ilojimiz har xil. Sizni huquqingizni hal qilish uchun minimal huquq egasiz. Shoidga. Masalan, siz ko'chada yurasiz. Men ko'chaga yurishimga, mana ko'rdingiz kalaskadaman. Menga o'xshagan transportga, o'sha transportga men chiqishim bor, tushishim bor, eshik ochishim bor, yopilishim bor. Ichkariga kirib, hojatxonamga bo'lgan muammoni hal qilish. Ko'rdingizmi? O'shani men aniqsam, shunda meni sizni huquqimiz barobar bo'ladi. İmkoniyatimiz barobar bo'ladi. Sababi huquqimiz bir xil bo'lganda imkoniyatlarimiz har xil. O'zi aslida nogironlar uchun qilingan nimalarda bekatlarda mana bunaqa joyda nima bo'lishi kerak? Mana ko'tarilgan nima bo'lishi kerak? Чтобы avtobusda patnis tushgandan keyin aravacha o'zi chiqib qolishi kerak. Uklonsiz.
Kaçıncı joylardan? Kimniki? 2024-yilda fevral oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan video selektor bo'lib o'tdi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoyasiga bag'ishlangan. O'sha video selektorda topshiriq bo'lgan prezidentimiz tomonidan metrolarda nogironligi bo'lgan passajirlar uchun moslashtirishni. Eksperiment tariqasida Xalqlar do'stligi bekatiga podyomnik qo'yilgan, ko'targich o'zbekchasiga. Juda chiroyli qilingan, juda sifatli, nogironligi bo'lgan shaxslarga juda mos qo'yilganda shu bilan tugagan. Bitta bekatga qo'yilgan, uni ham oxirgacha qo'yilmagan, ichkarisigacha qo'yilmagan. Bu ko'targichni podyomnikda Akfa degan firma chiqaradi. Ular aytayaptiki, biz tayyormiz hamma bekatga shu ko'targichlarni o'rnatishga. Lekin bizga buyurtma bo'lishi kerak. Buyurtma kim tomonidan bo'ladi? Transport vazirligidan bo'ladi. Metropoliten rahbariyatlaridan bo'ladi. Lekin qilib qo'ygani juda sifatli. Biz ko'rdik, xursand bo'ldik. Ana endi metro ham nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirilyapti deb xursand bo'ldik. Shu bilan to'xtab qoldi. O'tgan yili Greta may oylaridami qo'yilgan edi. Evet. Bu egasiga olib ishlatish kerak, değil mi? Shundaymi? Egasi qayerda ekan? Pastda har zaman chiqib qoladi. Bu hozir Kerak tushishni o'radi. Yo'q, menga kerakmi aka? menga bu kerak endi. Har zamonda kelib, har zamonda chiqadi xolos. Ancha buni chaqirish. Uni boshqa odami bor, ishlatyapti. Tushishni o'ramiz aka. Yo'q, men ishlamas ekan. Yo'q, buni aka ko'tarib Yo'q, tushishni yo'q. o'ramiz. Ikki tushi. Buni ko'rishim kerak. Xodimlar kelsin. Ana bu yog'iga olsa ham usta bo'ladi-ku. Keling, bo'lmasa Yo'q. Men buni ko'rmoqchiman-da. Bu ishlamaydi baribir. aka, ovora bo'lmang. Vaqtingiz ketgani qoladi. Keling Yo'q, aka, yo'q, undan ko'ra shartman. yordamlashaveramiz. Keling aka, savob bo'ladi. Topdi baribir o'chirib-ku. Kim tortganini bilmadim, lekin bundan foydalana olamanmi hozir? Oskisi yo'q beradi. Nima tortasizlar buni? Lekin Bu mana ekran ham yo'q bo'lsa ishlaydi. biz tortmadik. Hozir kelyapti, chaqirdik-ku. Nimaga o'chirib qo'ygansizlar buni? Qanaqa bu koreyskiy yani ikkita simlar ani kun buzilib ketdi nimasi, almashtirib ketdi. Ularni o'zini qo'lida-da, bizani qo'lda emas. Bular metroni o'zi javob beradi. Davlat aytdi, yozib qo'ydi, mana qanaqa ishlamayapti-ku, yozib qo'ylaring dedi, jonga tegdi. Ko'rib tushunlaring desak, aka bizani chaqiringlar, biz qilib beramiz deb. Chaqirsa kelmaydi mana. Har doim shunaqa qiyinchilik bo'ladi, keyin odam Biz olib tushib qo'yamiz-a, tag'in ham. Biz yordam beramiz. bular foydalanish uchun qo'yilgan. Foydalanish uchun qo'yilgan, lekin biz ko'tarib tushib qo'yamiz. Ko'pincha. Qachon o'chgan edi bu, xabaringiz yo'qmi? Ha? Qachon o'chgan bu? Qachon buzilgan demoqchi? Bitta kelishdi, simlari narsalar uzilib ketgan. Tuzatib qo'yishdi deyishdi. Kim anavi gvardiyani bolalarni aytdimi? Bir ikki marta ko'rgan edim. Shu marta ishladim. Biroz syomka qilarkan, o'shaning uchun ko'rmoqchiman. Syomka bo'lmaganda shunda qaramasmidi hozir?
so'mka Yo'q, bo'lmagan. buni o'zi tashqarida bitta bolasi yurardi. Smen ishlaydi ular 4 soat, 4 soat. Xo'sh. Bilmayman qayerdaligini hozir. Bizlarga qarashmas. Kimga qarashdi? Hech kim tushunmaydi. Ha? Kim qaraydi hozir bunga? Avtobus. Hech qanaqa nomer yozib bitmagan bular. Bormi qandaydir mas'ul shaxs? Yordam uchun qo'ng'iroq tugmasi bor ekan. Apparat o'chiq-ku. Internetga chiqarmoqchimiz, nima qilmoqchi? Ko'rmoqchimiz, bilmoqchimiz, o'rganmoqchimiz. Qayerga chiqishni nima qilsa bo'ladi? Aka bu kalitda hammasini burab chiqmaydimi? Qasdga keladi. Qancha odam kelib qaytib ketarkan? Yarim soat bo'ldimi? Lekin bunaqa o'tirganingizda ham foyda yo'q. Aka bu narsa qilyapti, bu narsa qilsinchi. Qo'shilmaganmiz. Telefonim bo'lib olganda. Metroni boshqa tomonida bormi shunaqa xabar? Narigi tomonda. Bormi? Ishlayapti. Bilmayman, eslab ko'rmadim. Siz qayerda ishlaysiz? Metroda? Metropoliten davlat unitar korxonasida ishlaysizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Bu jurnal. Dejurniy? Nima u? Dejurniy. Navbatchi. Naqadagi tartibga qaraysiz, siz. Metroning ichidagi tartibga. O'ziga qarayman. Ko'zga qaranglar-da. Shunchalik oson bo'lishi kerak. Shunday kelish kerak-da, mana bu bitta bo'lsa, u bunday tushib, o'zi ketish kerak. Hani parklarda bormi misol? Manda bitta taklif bor-da. Shahar infrastrukturasi, jamoat transporti, transport vazirligi, metro, o'sha davlat unitar korxonasi rahbarlarini hammasini shunaqangi aravachaga o'tirgizdirib, birga sayr qilish kerak. O'shanda bilishadi ular kimlar yashayotganini jamiyatda. Hozir kimdir tushirib qo'ya oladimi meni? Ayting kimgadir yordam berish. Tushmoqchimisiz hozir metroga? Metroga tushishim kerak mana nimaga Hamid Olimjonga borishim kerak. Qani ko'tarib olib chiqib qo'yadigan odamlar yo'qmi sizlar? Nimani? Ko'tarib olib chiqib qo'yadigan odamlar yo'qmi? Nimaga unaqa? Yo bu ishlamayapti, yo kimdir yordam beradi. Ishlash bo'lmaydi. Yaxshi ishla. Odami bor. Chaqirib bering shu odamni. Kelganimizga 40 minut bo'ldimi, yarim soat bo'ldimi? Yarim soat 40 minut bo'lgan bo'lsa, plus minus hali ishlatishgan edi. Ishlamaydi u. Ha? Endi qanday u tayyor qurib qo'yilgan narsa, yangi narsa nimaga ishlamaydi deyman. Men o'zim birinchi guruh nogironiman. Transportdan foydalanaman, jamoat transportidan ko'p yillardan beri foydalanaman. Shuning uchun buni ichidan biladigan odamman. Mana peshoxodni olaylik. Peshixod yo'lakchalarini oladigan bo'lsak, bizani 20 yildan beri qarorimiz bor. Ovoz chiqaruvchi svetoforni qo'yish. Bu ko'zi ojiz odamlar uchun juda zarur. Lekin Toshkent shahrida adashmasam 10 tacha bor shunaqa. Butun shaharda oladigan bo'lsak, shaharda o'zi peshixodni yo'lakchalar o'zi 1000 taga yaqin. Shulardan 10 taginada ovoz chiqaruvchi svetoforlar mavjud. Bu ham mayli, ko'zi ojiz insonlar aytayaptiki, bizani eng katta muammomiz mayli svetoforda emas. Peshixod yo'lakchasi tugaganda ariq bilan tugaydi. Biz ariqlarga tushib ketamiz deydi. Nima uchun shu ariqlarni temir bilan bekitmaydi ustini. Bekitsa bo'ladi-ku. Ular ochiq. Ko'p nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa ko'zi ojizlar o'sha ariqqa tushib ketadi. Aravachadagi nogiron esa o't olmaydi nariyoqqa, chunki ariq ochiq. Uni kalaskasi o't olmaydi. Ko'rdingizmi, moslashmagan. Moslashmagan. Qayerdan o'tadi?
Avtobus kanichkasi. Pandus yo'q. Mana mashinalar kelyapti. Mana shu yerdan yuraman. To'g'ri ketaman. Mana avtobusning kanichka bu. Ko'rdingizmi? Hayot xavfda. Vaholanki mana shu davlatda anaqasi-da bu. Mana ko'rdingizmi, mashina qanaqa yuryapti. Mana karmashkalarda anaqa pandusi yo'q. Pandus bo'lish kerak-da. Mana shunaqa nima bo'lish kerak? Yo'lak bo'lish kerak. Yoki yonboshida, yo mana qatgadir moslash kerak-da. Bular anaqalar bilishadi-da bu narsani. Qatga moslash. Mana chiqdimi? Mana shu mana shu bo'lsa ham, mana shu bo'lsa ham avtobusga keldimi? Mana avtobusga chiqib, mana avtobus shofyori pandusni tushirib beradi. Mana mashina ustiga qo'ysa, kalaska bemalol kiradi. Kalaska bemalol kirib, mana kalaskani qo'yadigan joyi. Oddiy. Mana hozir bu yerda pandus yo'q, men sizga hozir ko'rsatib beraman. Agar mana misol uchun mana hozir oddiy misol mana shu pandus bo'lsa, pandusda mana sekin chiqaman, borib kalaskani oldiga chiqaman. Anaqa mashinani oldiga. Kalaskada chiqaman, pandusni shofyori tushirib beradi bemalol. Spokойно kiraman. Atak mana hozir men kira olmayman, chunki hozir siz ko'tarishingiz kerak. Yoki men tushishim kerak, siz kalaskani ko'tarishingiz kerak. Yurolmaydigan nogiron nima qilish kerak? Savol, biz ko'p jamoat monitoringlarni o'tkazamizda. Nima uchun, nima sababdan falon qonunlar ishlamayapti? Qonunlar yaxshi chiqyapti, topshiriqlar bo'lyapti rahbariyatdan, lekin ko'pincha ishlamayapti. Bularning eng asosiy sababi bu qarorlarning ijrosiga mablag'lar ajratilmaganligi. Mana misol uchun aytilyapti. Ovozli svetofor qo'yilsin. Qarorda aytilyapti. Lekin ovozli svetofor qo'yishga pul ajratilganmi Transport vazirligiga? O'sha eng katta sabab qonunlar ishlanmayotgani, shu qonunlar mablag' bilan ta'minlanmaganligi. Har bir institutda 2% talabalar nogironlar o'qiydi kvota bo'yicha. Lekin o'sha institutlarda, universitetlarda ular uchun to'siqsiz muhit yaratilmagan. Biz institutga aytyapmiz, manetga lift qo'ying, manetga yo'lakcha qiling. Xo'p, qilishga pulni qayerdan olamiz? Qarorda yozilganki, ular byudjetdan tashqari mablag'lardan qilish kerak degan. Byudjetdan tashqari mablag' bu institutda bormi, yo'qligini biz qayerdan bilamiz? Bizlar uchun nogironlarni muammosini o'zimizdan chiqarib o'tamiz. Bu ko'chadan aytmaymiz. Ko'chadan ko'rmaymiz. Kimdandir bilib kelmaymiz. Biz shu muammolarni ichida yashaymiz. O'shanga bizga oson bu muammolarni ko'tarish va u muammolar yechimini ham taklif qilishimiz oson. U to'g'ri noto'g'ri bo'lish bu biz uni bilmaymiz. Sababi buni davlat xodimlari biladi. Lekin biz taklif qilamiz va ko'pincha takliflarimiz inobatga olinadi. Sababi unda taniladi. Shu biz qilgan takliflar bu hayotli taklif. Sharoitimizga qarab aniqlaymiz. Biz masalan bitmaydigan takliflarni qo'ymaymiz. Biz tushunamiz hozirgi ahvolni. Oybek aka, pandus gapirasiz. Biz kerak bo'lsa nogironlarni kelsa biz qo'lda ko'tarib olib kiramiz deydi. Men aytyapman, aka, meni qo'ldan ko'tarishi bu meni kamsitishi dedim. Men xohlamayman, meni siz qo'lda ko'tarib olib kirishingizni. O'tgan yili bitta ayol telefon qildi. Yosh ayol. Konsertga bilet olibdi. Konsertga bilet olibdi-da, konsertga kira olmayapti. Chunki hamma o'zini, u aravachada. Keyin unga aytibdiki, haligi bilet sotuvchi, chiptani sotuvchisi. Siz uyda o'tirganingiz yaxshi emasmidi? Internetda ko'rib o'sha konsertni. Bu joylar siz uchun emas debdi.
lekin bu yig'ladi rosa. Menga telefon qildi. Oybek aka, mana shunaqa holat deydi. Mana men 4 yoshimda nogironlik bo'lib qolishimga sabab bo'lgan. Harakat qilganman-da, shu sog'lom insonlar meni nogiron deb o'ylashmasin. Bu vaqtincha oyog'ini sindirib qo'ydi, lekin nogironman deb o'shanaqa holatni men anaqa qilganman-da, harakat qilganman. Lekin o'sha narsa insonni peshonasiga yozilgan bo'lsa nogiron bo'lish. Endi nogiron deyishsam bu nima degani? Umuman nima deydi? Hech narsaga loyiq emas degan inson hisoblanadi bu nogiron. Lekin bizani harakatimiz sal cheklangan bo'lsa ham, lekin harakatimiz bor bizani. Intilishimiz bor, yashashimiz bor. Bu insonlarning o'ziga bog'liq bo'lgan anaqa ruhiy anaqasi bor, holat. Lekin o'sha paytda men birinchi marta o'zimni his qilganman. Endi bilmayman, hali nima har kim yosh qizlar turmushga chiqqisi keladi. Sog'lom eri bo'lsin, anaqa bo'lsin deb anaqalarda turmushi sog'lom bo'lsin deb ertaga kelajakda anaqasi nima deydi, farzandi yana nogiron bo'lib tug'ilmasin deb. Lekin ko'p o'zbek oilalarida shunaqasi narsaga duch keladi-da. Mana shu anaqa oilasi nogironlik bo'lgan shaxs bor bo'lsa, yanaki ertaga agar shu oilaga men farzandimni bersam yoki uylantirsam, shunaqa yana nogiron farzand tug'iladi deb shunaqa holatlar anaqa xayol keladi, shunaqa nimalar keladi. O'shanga shunaqa deb o'ylayman-da men. Nogiron degani bu insonga juda qattiq tegadigan gap-da bu. Endi bilmadim endi kimga qanaqa. Meni o'sha paytlarda birinchi marta o'zimni nogiron anaqa nimaligimni uyalganim shu bo'lgan. Insonni bechora qilib ko'rsatish kerak emas. Bechora qilib anaqa qilish kerak emas. Odamni dilidan chiqib, hurmati bilan, e'tibor bilan qarab anaqa qilib yordam berishga harakat qilinsa.